Sedanachi milliy brenddan yangilik. Erkaklar orasida keng tarqalgan muammo bu tez hojatga chiqish, bel va qorin og'rig'i, kuchsizlik va quvvatning pasayishidir. Bu oddiy charchoq emas, prostata muammosi. Prostamix tabiiy vosita prostata bezini sog'lomlashtiradi, erkak kuchini qaytaradi, sog'liq uchun esa xavfsiz. Batafsil ma'lumot uchun 55 513 99 99 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Sedanachi erkaklik g'ururingizni asraydi. Vashingtonning keskin tanlovi. Tramp Xameneiga zarba berish orqali Yaqin Sharq xaritasini o'zgartirmoqchi. Kremlning axborot hujumi. Dmitriy Medvedev Kaya Kallas obro'sini shubha ostiga qo'ydi. Sariq dengizda AQSh va Xitoy qiruvchilari yuzma-yuz keldi. Suiqasdlar, mojarolar va urush. Zelenskiy 4 yillik sinovdan qanday omon qoldi? Germaniya Isroil tomonida. Mers nemislar yahudiylarga nisbatan nafratni qabul qilmasligini aytdi. Isroil G'azoni butkul vayron qilishi kerak, senator Grem. Vashingtonning keskin tanlovi. Tramp Xameneiga zarba berish orqali Yaqin Sharq xaritasini o'zgartirmoqchi. So'nggi haftalarda Vashington va Tehron o'rtasidagi keskinlik yana xavfli bosqichga yaqinlashayotgani haqidagi xabarlar xalqaro siyosiy maydonda jiddiy rezonans uyg'otdi. AQSh doiralarida Eron oliy rahbari Xamenei hamda uning o'g'li va diniy siyosiy elita vakillarini nishonga olish ehtimoli muhokama qilingani aytilmoqda. Mazkur ehtimoliy reja Yaqin Sharqda kuchlar muvozanatini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan ssenariy sifatida ko'rilmoqda. Siyosiy tahlilchilarning fikricha, Eron oliy rahbariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish nafaqat ikki davlat o'rtasidagi yashirin urushni ochiq harbiy to'qnashuvga aylantiradi, balki butun mintaqani keng ko'lamli beqarorlik girdobiga tortadi. Bunday qadam Eron ichida keskin reaksiyani keltirib chiqarishi, Islom inqilobi gvardiyasi kuchlarini to'liq safarbarlikka olib chiqishi, AQShning mintaqadagi harbiy obyektlarga qarshi javob zarbalarini boshlab yuborishi ehtimoldan xoli emas. Shu bilan birga AQShning Yaqin Sharqda harbiy aviatsiya kuchlarini misli ko'rilmagan darajada jamlayotgani haqidagi ma'lumotlar ham vaziyat jiddiyligini ko'rsatmoqda. Xabarlarga ko'ra, Iroq kampaniyasi davridan beri eng katta miqdordagi harbiy samolyot va bombardimonchi kuchlar mintaqaga yo'naltirilmoqda. Bu esa Washington ehtimoliy zarba yoki kuch namoyishi orqali Tehronni muzokaralarga majburlash strategiyasini ko'rib chiqayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda rasmiy tasdiqlangan qaror mavjud emas va bu ssenariylar strategik muhokama darajasida qolayotgani ta'kidlandi. Biroq mintaqadagi harbiy harakatlarning jadallashuvi va diplomatik kanallardagi sukunat shuni ko'rsatadiki, AQSh Eron qarama-qarshiligi yangi va yanada xavfli bosqichga o'tishi mumkin. Vaziyatning keyingi rivoji Washingtonning siyosiy harbiy kitoblari, Tehronning javob strategiyasi va mintaqadagi boshqa yirik o'yinchilarning pozitsiyasiga bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda. Kremlning axborot hujumi. Dmitriy Medvedev Kaya Kallas obro'sini shubha ostiga qo'ydi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari va sobiq prezident Medvedev Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik bo'yicha oliy vakili Kaya Kallas haqida keskin va istehzoli bayonot berdi. U jurnalistlarning savoliga javoban Kallasning xalqaro maydondagi ta'siri va diplomatik vazniga shubha bildirib, kim o'zi u degan savolni o'rtaga tashladi. Hamda Yevropa siyosiy doiralarida u bilan ochiq va faol muloqot qilayotgan yetakchilar ko'p emasligini ta'kidladi. Medvedevning so'zlariga ko'ra, ayrim Yevropa davlatlari tashqi ishlar vazirlari Kallas bilan yaqin hamkorlik qilmaydi. Hatto AQSh davlat kotibi darajasidagi muloqotlarda ham u markaziy figuraga aylanmagan. Bu bayonot Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi keskin geosiyosiy qarama-qarshiliklar fonida yangradi. So'nggi yillarda Bryussel Moskvaga nisbatan sanksiyalar siyosatini kuchaytirib, Ukraina mojarosi va xavfsizlik masalalarida qat'iy pozitsiyani egallab kelmoqda. Kallas esa Rossiyaga nisbatan murosasiz va prinsipial yondashuv bilan tanilgan siyosatchi sifatida ko'riladi. Medvedevning chiqishi aynan shu qat'iy pozitsiyaga javob sifatida talqin qilinmoqda. Tahlilchilar fikricha, bunday retorika Moskvaning Yevropa institutlari ichidagi birlik va liderlik masalasiga soya tashlashga qaratilgan siyosiy strategiyasining bir qismi bo'lishi mumkin. Sariq dengizda AQSh va Xitoy qiruvchilari yuzma-yuz keldi. Sariq dengiz ustida Janubiy Koreyadagi AQSh harbiy bo'linmasi hamda Xitoy harbiy havo kuchlari qiruvchi samolyotlari o'rtasida qisqa muddatli havo qarama-qarshiligi kuzatildi. Manbalarga ko'ra, Washington havo kuchlarining kamyob mashg'ulotiga javoban Pekin tomoni o'z qiruvchilarini havoga ko'tarishga majbur bo'lgan. Bu haqda Yonhap axborot agentligi xabar berdi. Oson aviabazasidan uchgan bir nechta F-16 samolyoti xalqaro havo hududi Sariq dengiz ustida parvoz qilgan. Ular Janubiy Koreya va Xitoyning havo mudofaasini aniqlash zonalari oralig'idagi hududga
Suriyaga yo'l olgani ortidan Pekin ham o'z jangovar samolyotlarini safarbar etgan. Biroq tomonlar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lmagan. Ma'lum qilinishicha, US-2 mashg'ulot rejasidan Seulni oldindan xabardor qilgan, ammo uning maqsadi va tafsilotlarini ochiqlamagan. Janubiy Koreya Mudofaa vazirligi hodisa yuzasidan batafsil izoh bermadi. Suiqasdlar, mojarolar va urush. Zelenskiy 4 yillik sinovdan qanday omon qoldi? 2022-yil fevralida Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgan paytda Vladimir Zelenskiy mamlakatni tark etgani haqidagi mish-mishlar tarqaldi. Kiyev o'qqa tutilayotgan bir vaqtda u prezidentlik binosi oldida turib, "Biz shu yerdamiz" deya bayonot bergan edi. Bu chiqish uning ramziy qarshilik timsoliga aylanishiga turtki bo'ldi. Bu haqda CNN yozmoqda. Manbalarga ko'ra, Kremlning dastlabki rejalarida Zelenskiyni qo'lga olish yoki yo'q qilish ko'zda tutilgan edi. Hatto Rossiya agentlari prezident devoni yaqinida kvartiralar ijaraga olgani aytiladi. Urush boshidan buyon u o'nlab suiqasd urinishlaridan omon qolgani ta'kidlanadi. Urush 4-yiliga kirar ekan, Zelenskiyni faqat tashqi bosim, balki ichki siyosiy inqirozlar bilan ham yuzlashdi. Korrupsiya mojarolari uning yaqin safdoshlari va vazirlarini lavozimidan mahrum etdi. 2024-yilda u mashhur bosh qo'mondon Zaluzhny Valeriyni ishdan oldi. Ayrimlar buni siyosiy raqibni chetlatish sifatida baholadi. Ukraina dastlabki bosqichda Kiyevni himoya qilib, keyinroq ayrim hududlarni qaytarib olgan. Biroq 2023-yilga qarshi hujum kutilgan natijani bermagan. 2024-yil avgustida Kursk viloyatiga kutilmagan reyd qisqa muddatli ruhiy ko'tarinkilik bergan, ammo front chizig'idagi turg'unlik saqlanib qolgan. Shu orada Zelenskiy g'arb yordamiga tayanishga majbur bo'la boshladi. Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya dastlab ikkilanib turgan bo'lsa-da, keyinchalik Kiyevni qurol bilan qo'llab-quvvatlagan. AQSh bilan munosabatlar esa murakkablashgan. Ayniqsa Tramp bilan Oq uydagi keskin uchrashuv Zelenskiyni xalqaro maydonda og'ir vaziyatga solgan bo'lsa-da, ichkarida uning reytingini oshirgan. Zelenskiy siyosatga kelguniga qadar shou biznesda tanilgan edi. Servant of People, Xalq odami serialida oddiy o'qituvchidan prezidentga aylangan qahramonni ijro etgan aktyor 2019-yilda haqiqiy saylovda g'alaba qozongan. Uning kommunikatsiya mahorati, qisqa video murojaatlari urush davrida muhim rol o'ynagan. So'rovlar natijalariga ko'ra, u hanuz ukrainaliklarning yarmidan ko'pi ishonchini saqlab qolgan. Biroq urush cho'zilgani sari siyosiy kelajagi noaniq bo'lib bormoqda. Saylov o'tkazish masalasi jamiyatda bahsli. Aksariyat fuqarolar urush tugamaguncha ovoz berishga qarshi. Zelenskiyning rafiqasi Alena Zelenskaya urush oilaviy hayotga og'ir zarba berganini tan oladi. Prezidentning o'zi esa tong sahardan front hisobotlarini qabul qilib, deyarli tinimsiz ishlaydi. Umuman olganda 4 yillik urush, suiqasd tahdidlari va siyosiy bo'ronlarga qaramay Zelenskiy hokimiyatda qolmoqda. Shunga qaramay Kreml bosimi, frontdagi turg'unlik va murakkab diplomatik muzokaralar fonida uning oldidagi sinovlari hali yakunlangani yo'q. Germaniya Isroil tomonda Merz nemislar yahudiylarga nisbatan nafratni qabul qilmasligini aytdi. Germaniya kansleri Merz mamlakat siyosiy maydonida keskin aks sado bergan bayonot bilan chiqib, Germaniya tarixiy mas'uliyatini unutmasligini va yahudiylarga qarshi har qanday nafrat ko'rinishiga qat'iy qarshi turishini ma'lum qildi. Ikkinchi jahon urushi yakunlanganiga 80 yil to'lganiga qaramay, Germaniya jamiyatida antisemitizm qayta bosh ko'tarayotganini, bu holat ochiq tajovuzlardan tortib yashirin va mafkuraviy shakllargacha yetib borayotganini ta'kidladi. Kanslerga ko'ra, muammo faqat bitta siyosiy oqim bilan cheklanmaydi. U ayrim islomiy radikal guruhlar, so'l va o'ng qanot ekstremistlari orasida ham, ba'zan esa ommaviy axborot vositalari, madaniyat yoki so'z erkinligi niqobi ostida ham namoyon bo'lmoqda. Merz Germaniya konstitutsiyaviy qadriyatlari va tarixiy xotirasi bunday hodisalarga loqayd qarashga yo'l qo'ymasligini bildirib, davlat yahudiy fuqarolarning xavfsizligi va sha'nini himoya qilishni ustuvor vazifa deb bilishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, yahudiylarga qarshi har qanday nafrat bu nafaqat muayyan jamoaga, balki Germaniya demokratiyasining o'ziga qarshi qaratilgan tahdiddir. Shu bois hukumat nafrat jinoyatlari, diniy adovat va ekstremistik targ'ibotga qarshi kurashni kuchaytirdi, xavfsizlik choralarini mustahkamlaydi hamda jamoatchilik ongida tarixiy mas'uliyat tuyg'usini saqlab qolishga intiladi. Kansler shuningdek Germaniyada yashayotgan barcha yahudiy ayollar va erkaklar o'zlarini xavfsiz his qilishi kerakligi, davlat ularning yonida ekanini qat'iy bayon qildi. U Germaniyaning tashqi siyosiy pozitsiyasini ham aniq ifodalab, Berlin Isroil bilan birdamligini davom ettirishini ta'kidladi. Mersning chiqishi Germaniyaning tarixiy tajribasi va hozirgi global keskinliklar fonida ichki barqarorlikni saqlash, diniy va milliy adovatning oldini olish hamda demokratiya tamoyillarini himoya qilishga qaratilgan siyosiy signal sifatida baholanmoqda. Isroil G'azoni butkul vayron qilishi kerak. Senator Graham. AQSh senatorlaridan biri Lindsey Graham
Yaqin Sharqdagi vaziyat yuzasidan keskin bayonot bilan chiqib, G'azo sektori to'liq harbiy yo'l bilan tormor etilishi kerakligini aytdi. U o'z nutqida Isroil duch kelayotgan tahdidni tarixiy misollar bilan solishtirib, Ikkinchi jahon urushidan keyingi strategiyalarni eslatdi. Senatorning fikricha, radikal kuchlarni faqat qat'iy va murosasiz g'alaba orqali yengish mumkin. Aks holda xavf davom etaveradi. Grem o'z bayonotida AQShning o'tmishdagi urush tajribalariga murojaat qilib, Berlin va Tokio ustidan olib borilgan keng ko'lamli bombardimonlarni misol keltirdi. Unga ko'ra, o'sha paytdagi keskin choralar keyinchalik Germaniya va Yaponiya kabi davlatlarning tubdan o'zgarishiga, militaristik mafkuraning tugatilishiga va yangi siyosiy tizim shakllanishiga olib kelgan. Senator shu nuqtai nazardan G'azodagi vaziyatni ham harbiy g'alabasiz barqarorlashmaydigan mojaro sifatida baholadi, hamda Isroil o'z xavfsizligini ta'minlash uchun maksimal kuch ishlatish huquqiga ega ekanini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroilga qaratilgan tahdid oddiy xavfsizlik muammosi emas, balki mintaqaviy barqarorlikka bevosita ta'sir qiluvchi omildir. Shu bois Grem Isroilning harbiy operatsiyalarini cheklamaslik, balki ularni strategik maqsadlarga erishguncha davom ettirish tarafdori ekanini ochiq aytdi. Senatorning bu fikrlari AQSh ichki siyosatida ham, xalqaro maydonda ham qizg'in munozaralarga sabab bo'lishi kutilmoqda. Chunki G'azo masalasi nafaqat harbiy, balki insonparvarlik, diplomatiya va xalqaro huquq doirasida ham dolzarb hisoblanadi. Mazkur bayonot AQSh-Isroil munosabatlari kontekstida muhim signal sifatida talqin etildi. Ayrim tahlilchilar buni Isroilning qat'iy harbiy strategiyasini qo'llab-quvvatlash deb baholasa, boshqalar bunday retorika mintaqadagi tanglikni yanada kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Har qanday holatda ham senatorning chiqishi G'azo atrofidagi mojaroga nisbatan keskin pozitsiyasini ifodalaydi va yaqin kunlarda bu masala bo'yicha siyosiy hamda diplomatik bahslar yanada kuchayish ehtimoli yuqori. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.